Assalomu alaykum do'stlar, hammaga yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Do'stlar, mana shu yaqin atrofda har xil videolarga ko'zim tushib qolyapti. Tayson aprelda urishar ekan, Tayson bunaqa qilar ekan, jang qilar ekan deb raqiblar qo'yib, har xil aktiv ishlash uchun, hype ishlash uchun insonlar har xil videolar qo'yib tashlayapti. Ishonmanglar do'stlar, chunki hali men xabarim ham yo'q to'g'risi jang qiladigan. Chunki hali kelishganimiz ham yo'q. Hatto Octagon Liga videosini qo'ygan ekan Tayson urishadi deb. Lekin hali men xabarim yo'q. Octagon Liga bilan ham hattoki menga ham aytgani ham yo'q, hattoki Octagon Liga Tayson urishadi deb. Chunki bir gaplashganimiz ham yo'q. O'shanga do'stlar har xil yolg'on xabarlar chiqib qolyapti. Ishonmanglar. Nasib bo'lsa inshaalloh agar hal shartnomam tegagan, bitta jangga shartnoma qilganman Octagon Liga bilan. Nasib bo'lsa agar yana shartnoma qilib, agar kelishsak inshaalloh kelishib nasib bo'lsa yana jang qiladigan niyatim bor. Lekin aprelga emas, balki may oylari yaxshi tayyorlanib, Spartaning formaga kirib olgandan keyin. Omon bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qiling.